Assalomu alaykum barchalarga. Mana hozir 1,5 yil deganda Janubiy Koreyani tanitgan serial bo'lmish Qish sonatasi, ya'ni Kyolyonka serialni olingan joyga, ya'ni Namisoga keldim. Bu yerda odamlar tepalikdan pastga tushyapti. 1,5 yil bo'lgan bo'lsa, Koreyaga kelgan bo'lsam, shu kinoga qiziqib Janubiy Koreyaga tashrif buyurganman, o'qishga topshirganman. Xudo xohlasa bugungi vlogimiz Namisonda, ya'ni Qish sonatasi olingan joyda bo'ladi. Hozir orolga qarab yo'l olyapmiz. Bu yerda hozir kemaga minib, kemadan orolga boriladi. Bu yerdan hozir kemaga minish joyi, bu yerda mehmonxonalar, bu yerda mana sayohatchilar juda ko'p. Bu yerdan hozir tepadan tashlashar ekan, bu yoqqa qarab tushib ketishar ekan. Hozir sekin kemaga minishni boshlaymiz. Adashmasam shu yerdan miniladi kemaga. Bilet qayerda sotilar ekan? Mana bilet adashmasam shu yerda bo'ladi. Mana hozir kemaga minish qismida turibmiz. Shu tarixiy yo'lakchalardan o'tiladi ekan, serial olingan joylarga. Chet bayroqlari O'zbekistonniki bormi? Adashmasam yo'q shekilli, hozir ichkariga kirib kuzatishni davom etamiz. Sekin kemaga qarab yo'l olamiz. Xudo xohlasa bugungi kunimiz yaxshi o'tadi. Hujjat migration qismlari deyilibdi, lekin migrationda anaqa qilmabdi. Hujjatlarni so'ramadi, ko'rmadi. Mana kema kelyapti, kemada adashmasam yo'lga chiqamiz. Mana ko'rganingizdek, Jusan bilan Yujin yasaydigan anaqa qorbobocha kichik bir rams qilishibdi. Hozir to'liq yoniga o'tganimizda ko'ramiz. Karabilda hozir orolga boramiz. Namison oroliga. Xohlasa. Burada hamma ma'lumotlar hamma shu yerda berilgan. Hamma sayohatchilar shu yerda. Bu aytib o'tishimiz kerak. O'zbekiston bayrog'i ham bor ekan. Chusoq kuniga qaramasdan bayram kuni, ya'ni yakshanba bo'lib ham bayram, Chusoq hosil bayrami adashmasam, shu kunga qaramasdan chet elda mana gavjum. Hayajonlar bilan serialini maza qilib ko'rgan, yoshligimda ko'rib qiziqqan serialim. Adashmasam 2000-yillar adashmasam 19 yil avval ko'rganman bu serialni. Hozir chet elga tushdi va biz karablga yo'l olamiz. Yo'lni ochishni boshlayapti. Hozir
orqali Namison oroliga borib, qish san'atasi olingan joyga qaytamiz. O'zbekiston bayrog'imiz nihoyat qish san'atasi seriali olingan Namison oroliga tashrif buyurdim. Qadam izim qo'yildim. Xudo xohlasa 10 yil, 15 yil, 20 yilga borib qoladi. Bu serialni ko'rganimni tarifi. Mana sekingina
Orol ichiga kirishni boshlaymiz. Bu yerda vloglarimizni tayyorlab, hammasini to'liq holatda yetkazamiz. Mana bizni kelgan qayiq. Xudo xohlasa Orol emas. Mana ushbu daraxtlar hozir aynan shu kino olingan daraxtlarga qarab ketyapmiz. Bu yerda ko'pi shu velosiped minib yurishar ekan. Ya'ni shu tarixiy voqealarda, shu serialda velosiped shu yerda minishadi. Bu yerda hozir tankalar ham bor ekan. Tank oldiga ham boramiz shekilli. Buni borib kelaman. Tank. Chunki shu yerdan o'tayotganimda tushyapsam rasmga. Joyga mana xuddi shu Namison oroli juda zo'r. Shuni ham havolari nasib bo'ladi, yoqimli joylar ekan. Bu yerda nimaga harbiy nimagadir aqlli berilgan shekilli. Mana aytib o'tgandek. Mana bu nima sababdan bu orolga qo'yilgan hozirda bilmayman.
topdim mana oxiri topdim, mana Junsan bilan Yujinni haykali turibdi. Mana bu yerda orqamda kamerasiga tushayotgan daraxtlar xuddi shu tarixiy qish san'ati videoga olingan daraxtlar hisoblanadi. Hozir birinchi Yujin bilan Junsan oldiga boraman. Mana Junsan bilan Yujin deyishganlar. Hozir daraxtiga boraman. Mana bu yerda kuzatamiz. Mana daraxtlari. O'sha taniqli qish san'ati seriali olingan joy. Naminson oroldagi shu velosipedda hozir yurishadi. Adashmasam shu yerda velosiped ham bor. Mana tarixiy velosiped. Mana qish san'atida Yujin bilan Junsan mingan velosiped. Adashmasam bundan 19 yil avval O'zbekiston Respublikasida shu televizorlarda, ya'ni Oynai jahon orqali uzatilgan serial qish san'ati seriali mana nihoyat yoshlarimizni barchani Koreyaga chorlagan edi. Xuddi shu chorlovlar mana meni bir kun kelib Koreyaga tashrif buyurishimga, u yerda o'qishligimga va u yerda aktyorlik sohasini davom ettirishimga sababchi bo'ldi. Mana o'sha taniqli 19 yil oldin men orzu qilgan joylarim shu daraxtlar, taniqli qish san'ati serialidagi, Seoul Yonka serialidagi Yujin va Junsan kelgan joylar hisoblanadi. Mana nihoyat tashrif buyurdim. Xudo xohlasa bu oroldagi to'liq videoyimni vlogimni chiqaraman. Sevishganlarni dastxatlari mana bu yoqda bo'lsa, rasmga tushish joylari. Bu orolda deyarli Koreyani, Janubiy Koreyani shu kino olamini eksport jarayonlariga bir nazar soladigan bo'lsak, qish san'ati juda katta ahamiyatga ega, juda katta rol o'ynagan. Chunki qish san'ati seriali juda jahon yuzini ko'rgan. Undan keyin Yaponiyaga chiqqan. Bu paytlar Yaponiya jahon eksport sanoatlari bo'yicha juda yuqori o'rinda turgan edi. Koreya ham o'z filmlarini olib kirishda boshlagan va bundan keyin jahon valyutalari ham Janubiy Koreyaga kirib kelgandan boshlab odamlar, sayyohlar oqib kelishni boshlagan. Uni xuddi shu seriallar O'zbekistondagi insonlarni ham Janubiy Koreyaga qiziqishini uyg'otgan. Hozir bu yoqda yana tarixiy binolari bor ekan, sekin bu yoqqa ham ketyapman. Qish san'ati serialida Yujin bilan Junsan mana shu yerda qorbobo yasashgan, ya'ni kichik bir qorboboni yasashib, sevgi timsoli ramzida shu bir-biriga yaqinlashtirishgan. Aynan shu joy bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, hammasi serialni olinib, nima desa bo'ladi, zamonaviy afsonalarga aylangan Janubiy Koreyani qahramon bo'lgan bir qahramonlari serial sevgi timsollari, ya'ni Yujin bilan Junsan shu yerda yurgan. Naminson oroldamiz. Xudo xohlasa yana ko'proq videolar taqdim etishga harakat qilamiz. Bu yoqda olmaxonlar yugurib yuribdi.
farz amallarni bajarib hoji bo'lib bu yerda ham vloglar olib kelish maqsad. Bu yer ham mayda bo'lgan nima bo'ladi, orzu havaslardan biri hisoblanadi. Naminson oroli. Men nihoyat keldim, ko'rdim. Inson zoti o'ylasa maqsad qilsa, Xudodan so'rasa hammasiga bitta erishar ekan. Sizlarga ham dadil qadam bosib, intilgan maqsadlaringizga erishishinglar kerak. Buni Alloh taolodan so'rab qolaman. Yani shuni aytib o'tishim kerak, men 27 yoshimda Koreyaga kirib keldim. Bu katta yosh hisoblanadi. Bu yoshda misol ishchi viza bilan kirib kelmasangiz, o'qish vizasi bilan kirib kelish juda qiyin. Lekin shunga qaramasdan o'qishga kirib keldim va hozirda shu Koreyaga chiqaman.